Hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimizda o'tgan darsda ko'rib chiqqanimizdek mas'uliyatlarni bo'lish bilan shug'ullanamiz. Buning uchun birinchi bo'lib repository klassini yaratvoramiz. U ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydi. Repository yaratish uchun birinchi bo'lib repositoryga interfeys yaratib olamiz. Loyihamiz tanlangan holda Shift F2 ni bosamiz va chiqqan o'yinida repository papkasini ko'rsatib, keyin iOnline-shop repository interfeysini yaratib olamiz. Keyin interfeys ichiga kiramiz. Interfeysimiz hosil bo'lgandan keyin unga metodlar qo'shib chiqamiz. getAllProductsAsync nomli barcha mahsulotlarning ro'yxatini chiqaradigan metod qo'shamiz. Keyin getProductByIdAsync. Bu metodimiz bitta mahsulotni qaytaradi ID bo'yicha. addProductAsync mahsulot qo'shadi. updateProductAsync mahsulotni yangilaydi va removeProductAsync bu metod mahsulotni o'chirib yuboradi. Bu metodlar barchasi asinxron bajariladi. Bizga kerakli metodlar ro'yxatini hosil qilib oldik. Endi shu interfeysni implementatsiya qiladigan klassni yaratib olamiz. OnlineShop repository klassini yaratamiz. Buning uchun interfeysimiz nomidan kopiya olib turib Shift F2 ni bosamiz va fayl nomini OnlineShop repository deb beramiz. Private fieldga kontekstni konstruktorda tayinlab olamiz. Repository klassimiz ma'lumotlar bazasi bilan ishlagani uchun shu klassimizni konstruktorida di orqali produkt kontekstni qabul qilib olib, uni kontekst o'zgaruvchisiga saqlab olamiz. Keyin interfeysimiz implementatsiyasini qilamiz. Ya'ni interfeysda keltirilgan metodlar ro'yxatini nima ish bajarilishini shu joyda yozib chiqamiz. Klassimiz nomini to'g'risiga 2 nuqtadan keyin iOnlineShop repository deb yozamiz va qizil lampochkani ezib turib implement missing members tanlasak o'zi ro'yxat chiqarib beradi. OK deb bosamiz va u bizga metodlarni hosil qilib beradi. Endi shu metodlar ichiga logikasini yozib chiqamiz. Bu metodlar logikasi shablon kontrollerda ma'lumotlar bazasi bilan bog'liq kodi bilan deyarli bir xil bo'ladi. Quvusht ichidagi kodi getAllProducts bilan bir xil bo'ladi. Ikkalasi ham products dbsetga toListAsync chaqirib qo'yadi. getProductByIdAsync ham details metodidan ko'chirib tashlab qo'ysangiz ham bo'ladi. O'zimiz ham yozsa ham bo'ladi. Shu kontekstdan boshlangan qismi bir xil bo'ladi. Productsda first-of-default-async chaqiryapti. Metod parametrida kelayotgan product ID products dbsetida bo'lmasa null qaytadi. Async await'larni to'g'irlab qo'yamiz. Qizil lampochkani ezib, endi keyingi metod addProductAsync. addProductAsync metodi shablon kontrollerdagi create metodiga o'xshash. Bunda ham kontekst produktsiga kelgan produktni qo'shib qo'yapmiz. Uni saqlaymiz va o'sha produktni o'zini qaytaramiz. Keyingi metodimiz updateProductAsync. Bu ham shu shablon kontrollerimizdagi edit metodi bilan baza bilan ishlash joyi bir xil bo'ladi. Kontekstda produktni update qilib qo'yamiz va saqlab qo'yamiz. Bu yerda ham qizarib turgan await'ni lampochkani ezib to'g'irlab qo'yamiz. Va oxirgi metodimiz removeProductAsync. Bilib turganlaringdek controller faylidagi delete va deleteConfirmed metodlaridan olingan baza bilan ishlash joyi. Bu metodimizda ham birinchi kontekstda products dbsetidan
ID'mizga mos keladigan produkt mahsulotni topib olamiz. Yo'sta default async bilan topilmasa null qaytaradi. Shuning uchun nullga tekshirib olamiz. Keyin topganimizdan keyin agar shunday mahsulot bo'lsa, uni o'chirib yuboramiz va kontekstni saqlab qo'yamiz. Hammasi asinxron bajariladi. Bu screenshot va undan oldingi screenshotlarni ko'rsatishdan maqsad shu shablon kontrollerimizdagi metodlarni bir qismini boshqa qatlamga o'tkazayotganimizni ko'rsatish. To'g'ri, ko'chirib tashlasam ham bo'lardi, lekin sizlarni chalkashtirmaslik uchun shunday screenshot qilib chiqarib qo'yardim. Keyingi darsimizda logikani qilib ko'ramiz. Logika qatlamini bugungi darsimiz uchun hozircha shu. Keyingi darsda ko'rishguncha sog' bo'ling.